avval ham firibgarlik va bezorilik jinoyatlarini sodir etib, jazo olganiga qaramasdan, o'z xatosidan to'g'ri xulosa chiqarmagan shaxs yana jinoyatga qo'l urdi. Ma'lum bo'lishicha, yon atrofiga jinoyat sodir qilishga moyil bo'lgan bir necha shaxslarni yig'ib, ushbu shaxslar bilan jinoiy til biriktirib, Namangan shahar hududida tovlamachilik, bezorilik jinoyatlarini sodir etib, fuqarolar o'rtasidagi pul oldi-berdi masalalarini kuch ishlatish yo'li bilan hal qilib kelgan Namangan shahar Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'ini O'rikzor ko'chasi 10-uyda yashovchi Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 1-qismi, 168-moddasi 4-qismi, 228-moddasi 3-qismi hamda 277-moddasi 2-qismi bilan sudlangan 1998-yilda tug'ilgan Nasriddinov Bahriddin Zayniddin o'g'li o'zini jinoiy sheriklari bilan birgalikda Namangan shahrida yashovchi tanishini Namangan shahar Barkamol avlod mahalla fuqarolar yig'ini hududiga chaqirib, hozirda u bilan birga ko'cha yechimlarida ishtirok etmayotganligini, chaqirgan vaqtida kelmayotganligi va boshqa bahonalarni vaj qilib, fuqaroni badaniga qo'li va o'tkir kesuvchi jism bilan urib tan jarohati yetkazgan. Holat yuzasidan Namangan viloyati sud tibbiy ekspertizasi tomonidan berilgan xulosasiga ko'ra, tan jarohati olgan fuqaro badanning chap yelka qismida kesilgan, sanchilgan jarohatlar borligi aniqlangan. Yetakchilikka intilgan, o'zini Eshon laqabi bilan tanitib, go'yo ko'cha ishlarini hal qilib, fuqarolarga nisbatan bosim o'tkazib, noqonuniy ravishda daromad orttirib kelgan ushbu shaxs protsessual tartibda qo'lga olinib, unga nisbatan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur shaxsdan jabr ko'rgan fuqarolar Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasiga va hududiy ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga xabar berishingizni so'raymiz. Murojaat qilgan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.